Tilada ishlaydigan treyderlar diqqat qiling. 30 kunda 30 ta strategiya. Strategiya nomi trend davom etishida fallback bilan kirish. Ushbu strategiya kuchli trend davomida narxning qisqa muddatli teskari harakati fallback paytida pozitsiyaga kirishni o'z ichiga oladi. Bu kirish usuli xavfni kamaytiradi va trend davom etganida foydani maksimal qiladi. Ishlaydigan time framelar 15 minutlik va 1 soatlik time framelar. Ushbu strategiyaga qo'shimcha indikatorlar 50 EMA, price action, pin bar, engulfing va doji. Bayga qachon kiriladi? Narx 50 EMA dan yuqorida bo'lishi kerak. Trend bullish. Narx 50 EMA yaqiniga fallback qiladi. Fallback davomida bullish reversal candle, pin bar, bullish engulfing hosil bo'lsa, kirish signali. Stop loss so'nggi past nuqtadan pastroqda. Take profit 1/2 risk reward nisbatida yoki keyingi resistance darajasida. Sellga qanday kiriladi? Narx 50 EMA dan pastda bo'lishi kerak.